5,5 million dollarlik uyga xush kelibsiz. Bu uyimizning fasadiga bitta xolis yuraychani bosib qo'yinglar. 32 sotuvli yer maydoniga ega, yashash maydoni naqd 2000 kvadrat. Bunaqasini aniq bilaman, ko'rmaysizlar. Hovlimda keng bo'lsin, mazza qilib daraxtlarni ekaman deb yurgan, qidirib yurgan okalar mana sizlarga. Magnoliyadan tortib qimmatbaho archalar kelgan. Parkovkasini o'zi naqd bemalol 10 ta mashinangiz bilan sig'diradi. Bu yoqni qaranglar, mana bu yerda basseynlar, sharsharalar oqib turadi, devorlarda mana bunaqa o'rtada besetkalar qilingan. Bu asosiy binoyimizda zeleniy zona. Uyimizning o'rtaga tushgan. Bu yoq tarafini ham ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli bog' qilingan. Bu yoqda ham отдельный zdaniyalar bor. Uyimizning xonalar soni juda ham katta. Ana endi bitta like bosib qo'yinglar. Bu uyimizdan sizlarga qisqacha ichini ko'rsataman. Qani ketdik. Bu ishni kim qilgan bilmadim, lekin haqiqiy professional darajadagi ustalar ishlashganligi ishligidan namoyon. Mana buni qaranglar. Bu hol qismi shunaqa bo'lsa, qolgan xonalarni tasavvur qiling. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasibi ro'za aylasa, niyat qilganlar yuraychan bitta bosib qo'yinglar. Kiraverish hol qismi. Mana bu qandaylik o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ana endi bu uyimizdan mehmonxonasiga sizlarni olib o'taman. O'zingizlar mehmonxonaga baho berib qo'yasizlar. Qani bismillah. Mehmonxonani qaranglar. Yo mashalloh, mehmonxona bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Ayniqsa bu yoqda menga eng diqqatimni tortgan joy haqiqiy kamillagacha qo'yib qo'yilgan. Qaranglar, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yonadan elektronik kamin emas. Bu yoq mehmonxona. Ana endi kelinglar. Polniy emasligi uyimizni qisqacha tanishtirib beraman. Uyimizda polniy to'pli pol, mehmonxonadan tashqari bu yoqda mana shunaqa mягкий zonada o'tiradigan joylargacha qilib qo'yilgan. Ko'rasizlar. Inshaalloh eng kamda hammamizga mana shunaqa qo'yiladi. Ota-onangizlar mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasa, niyat qilganlar bitta like bosib, bu uyga kimga ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqin jigaringizga yuborib qo'ying.